Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas Stanford universitetida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida doklad bergan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas 2 dekabr kuni Stanford universitetida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida doklad bergan. Bu faoliyatni Stanford Universiteti Abbasi Islom tadqiqot programmasi va Stanford Universiteti kishilik huquq va xalqaro adolat markazi uyushtirgan bo'lib, Roshan Abbas xonim Hoover institutidan Gillen Tufert bilan birlikda Xitoyning Sharq Turkistondagi nazorat sistemasi, raqamlik nazorat va Uyg'ur majburiy amgiki haqida tafsiliy to'xtalib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishini qanday elib bordiganligini va Xitoyning dunyoviy ta'minlash zanjirini qanday shakllantirganligi to'g'risida suhbat elib borgan. Bu faoliyatga Stanford universitetining o'quvchi-o'qituvchilari va kishilik huquq va xalqaro adolat markazidagilar, har qaysi kishilik huquq tashkilotlari bu masalalarni muzokara qilishib, o'tir qo'yilgan Xitoyning inson haqlari dafsanchiliklari, Xitoy va xalqaro jamiyatning javobgarlik masalalari to'g'risida mulohaza elib borgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Xitoy ziyorati kunida Fransiyada Xitoy tashviqotchilari qattiq norozilik uchirgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron çarşamba kuni 3 kunlik davlat ziyorati uchun Xitoyga yetib borgan bo'lib, Macronning bu qatimqi ziyorati dushanba kuni Parijda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan urush to'xtatishning shartlarini muzokara qilgandan keyin elib berilgan. Macronning ishxonasining axborotlarga bildirishicha, mazkur ziyorat asosliqi savdo va diplomatik suhbatlar elib berib, Beijingni Rossiyaga Ukraina bilan urush to'xtatishga besim qilishni maqsad qilib, hammalarga foydali bo'lgan muqim taraqqiy qilishni kafolatlantirib, tangpongliqqa erishishni maqsad qilgan iqtisod va savdo masalalarida hamkorlik kun tartibini asos qiladi degan bo'lib, amaliyotda bo'lsa, Fransiya Xitoy shirkatlaridan ko'proq mablag' silishni jalb qilish va Fransiya eksportining Xitoy bozoriga kirishni osonlashtirishni maqsad qiladi degan. Fransiya va Yevropa ittifoqi Xitoyni sistemlik raqobatchi deb yaqinqi yillarda Yevropa ittifoqiga import qilingan Xitoyning elektronlik mashinalariga tekshirishni boshlagandan keyin Xitoy va Yevropa orasida har xil kasblarda nurg'un savdo talash tortishlar yuz bergan edi. Kuzatuvchilar bu qatimqi safarning asosli maqsadining Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirish, Xitoyning Rossiyani imkon qadar tez urush to'xtatishga yetaklashi va ta'sir ko'rsatish uchun Xitoy va Yevropa ittifoqining orasida yuz berayotgan ba'zi import-eksport cheklovlarini bo'shatishi mumkin deb qaragan bo'lib, Parij buning uchun Beijingning Rossiyaga urushni davomlashtirish uchun har qanday yordam bermasligini shart qilishi mumkin ekan. Macronning bu qatim Xitoyga ziyorat qilgan kunida o'xshash vaqtda Parijdagi Xitoy tashviqotchilari Xitoyning ta'tir tashviqotini boshlagan bo'lib, Parijdagi atalmish Parij geosiyosat akademiyasi atalmish Xinjiang vakillar o'migini kutib olib, yarim kunlik doklad o'rinlashtirgan va Xitoyning ta'tir tashviqotlari uchun so'rin hozirlab bergan. Buningga qarshi Yevropa Uyg'ur institutidan bir qism Uyg'urlar naq maydonga yetib berib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini aqlayotgan atalmish vakillar o'migiga qarshi norozilik namoyishi elib borgan. Mazkur Xitoy vakillar o'migini atalmish avtonom rayonlik axborot ishxonasi boshlig'i Qulan Seyfxon ismli bir qozoq ayol elib kelgan bo'lib, Fransiyadagi Uyg'urlarning namoyishi va Sharq Turkistonning ayoltuzlik ko'k bayroqidan qo'rqqan Xitoyning ta'tir tashviqotchilari ishikdan beshini chiqara olmagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazi Aristotel falsafasidan Uyg'ur mustaqillik harakatiga prinsipal asos degan temada bir tadqiqot doklati e'lon qilgan. Mazkur dokladda Aristotelni bayqaganlarning islom olimlari ekanligini, islom falsafasida Aristotelning ta'sirining kuchliligini, Uyg'ur mustaqillik harakatini g'arb va islom falsafasi nuqtasidan tahqiqlashning dunyoning diqqatini tortadiganligini va buning mustaqillik harakatimizning tarixiy asoslarini, siyosiy prinsiplarini, falsafaviy ulini turg'izish, harakatimizni umumiy xalq harakatiga aylantirishning zarur shart ekanligini o'ttirib qo'ygan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining mudiri doktor Muxtar Abdurahmon apandi Uyg'ur mustaqillik harakatining Aristotel falsafasidagi asosining ma'nosi va ahamiyati haqida to'xtalib,
Aristotelning siyosiy falsafasidan foydalanib, Uyg'ur mustaqillik harakatining asosini turg'izish bu faqat bir siyosiy shuar emas, balki bu harakatga universal qonunliq va axloqiy zaruriyatning asosi ekanligini biz nishon qilgan davlat qurish yo'lida Aristotel falsafasining tutgan o'rni va ahamiyatini tövandikidek yig'inchoqlagan. Sharq Turkiston davosini qirg'inchilik yoki ziyonkashlik uchrashdan halqitib, xalqaro jamiyatga faqat biz ziyonkashlik uchirg'ichi bizni qutqizinglar debla emas, balki biz insoniyatning bir qism bo'lish sifatimiz bilan o'zimizga xos dunyo madaniyatiga qo'shadigan tuhfamizni amalga oshirish uchun davlatdan iborat o'zimizga tava zaminga muhtojmiz degan texmi kuchli bir logikani turg'izib berdi. Shundaqla Aristotel falsafasi bo'yicha davlatning maqsadi faqat yashash emas, balki yaxshi yashashdan iborat bo'lib, hozirgi hukmronlik tuzilmasi Uyg'urlarning yaxshi yashashi emas, balki mavjudligiga to'sqinlik qilayotganligi uchun yangi bir mustaqil davlat qurish isyon emas, balki tabiiy qonunga uyg'un bo'lgan adolatni asliy keltirish ekanligini xalqaro jamiyatga isbotlag'ili bo'ladi. Bu xalqaro qonun va kishilik huquq nazariyasidan halqib, g'arb madaniyatining yiltizidagi logika orqali g'arbdagi ziyolilar va rahbarlarga xitob qilishdagi kuchli qurol bo'la oladi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.